alkogol, tamaki va pivo mahsulotlarini sotadigan tadbirkorlarga ogohlantirish. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 25-fevraldagi 88-sonli qarori bilan faoliyatni boshlash yoki tugatish uchun vakolatli organni xabardor qilish tartibi to'g'risidagi yagona nizom tasdiqlangan. Shunga muvofiq korxonangiz elektron litsenziyalash tizimi orqali alkogol, tamaki va pivo mahsulotlarini chakana savdosini boshlash uchun vakolatli organni xabardor qilgan holatda elektron litsenziyalash tizimi orqali litsenziya olishlari mumkin bo'ladi. So'ngra yetkazib beruvchidan yuqoridagi tovarlarni elektron hisob fakturalar orqali xarid qilib, hududiy soliq organidan ro'yxatdan o'tgan onlayn nazorat kassa texnikasi va unga ulangan maxsus 2D skanerlari orqali yoki elektron hisob fakturalar orqali sotishlari mumkin bo'ladi. Diqqat qilamiz, belgilangan savdo qoidalariga rioya qilgan holatda faoliyatni amalga oshirishingiz mumkin. Aks holda huquqbuzarlik ashyolari musodara qilinib, jarima solinishiga sabab bo'lishi mumkin. Videoni tadbirkor tanishlarga yuborib qo'yamiz.